ESMA info loyihasi e'tiboringiz markazida bugun geliy kollektorlar haqida ma'lumot taqdim etamiz. Geliy kollektor bu quyosh nurlari yordamida suvni isitish uchun mo'ljallangan qurilmadir. U elektr energiyasi ishlab chiqarmaydi, balki quyoshning issiqligidan to'g'ridan-to'g'ri foydalanib issiq suv hosil qiladi. Qanday ishlaydi? Quyosh nurlari geliy kollektor yuzasiga tushadi. Kollektor ichidagi quvurlar qiziydi. Quvurlar orqali aylanayotgan suv isiydi. Tayyor issiq suv maishiy ehtiyojlar uchun ishlatiladi. Geliy kollektorlar sovuq mavsumda ham samarali hisoblanadi. Qurilma absorber, qabul qiluvchi panel, issiqlikni ushlab turadigan vakuum naychalar, issiq suv to'planadigan suv bakidan iborat. Geliy kollektorlar suvni 40 darajadan 90 darajagacha isitadi. Xonadon ehtiyojiga qarab odatda 100-200 litrlik hajmda bo'ladi. Geliy kollektorlar janub tomonga qarata 45 gradus burchakda joylashtirilishi maqsadga muvofiq. Geliy kollektorlar ham quyosh panellari kabi binoning yoki uyning tom qismiga yoki ochiq maydonga o'rnatiladi. Geliy kollektorlar 15 yildan 25 yilgacha xizmat qila oladi.